Assalomu alaykum do'stlar, hamma zo'rmi? Ishlab bo'lyaptimi? Do'stlar, короче, bugun vashshi ideal saytni tavsiya qilmoqchiman do'stlar sizlarga. Albatta sayt haqida bilmaydiganlar uchun ma'lumot beradigan bo'lsam, saytda o'zim 3 yildan ko'proq vaqt bo'ldi, pul ishlab kelyapman, pul chiqarib kelyapman. Hammasi joyida do'stlar, hammasi konkretni qoidaviy to'lab beryapti, hammasi zo'r do'stlar. Prosta tak yana bitta dahshat ma'lumotni aytib o'tib ketishim kerak. Saytdan shu paytgacha 45 marotaba pul chiqarganman, hammasini 100% to'lab bergan do'stlar. Shu ma'lumotlarga qarab yana videorolik davomini oxirigacha ko'rsalaringiz, sayt to'g'risida barcha ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha bilganimcha hammasini tushuntirishga harakat qilaman. Shunga qarab gazni bosaverasizlar jigarlar. Sizlardan podpishka faqatgina like, podpiska jigarlar. Men esa sizlarga qo'ldan kelgancha eng ishonchli kelajagi bor zo'r saytlarni tavsiya qilishda davom etaman do'stlar. Hammaga omad, gazni bosamiz. Jigarlar, videoni boshlaymiz. Men sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan sayt mana shu sayt, TronPic sayti do'stlar. Albatta bu saytdan ro'yxatdan o'tib kirib olamiz saytga. Ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib bermayman, chunki ko'pchilik biladi ro'yxatdan o'tishni. Mabodo bilmasalaringiz, Telegram kanalimga kirib o'zimga yozsalaringiz, albatta 100% o'rgatib yuboraman jigarlar. Hozir e'tibor beringizlar, meni balansimda 473 ta Tron kriptovalyutasi bor do'stlar. Bu saytda biz Tron kriptovalyutasini ishlaymiz do'stlar. Hozirgi kundagi bitta Tron narxi где-то 26 sentga teng. U degani 4 tasi 1 dollar pul bo'ladi degani. Bu yerda necha dollar pul borligini endi shunga qarab hisoblab olaverasizlar jigarlar. Xo'p, endi bu saytdan qanday pul ishlashimiz mumkin? Saytdan ro'yxatdan o'tib kirib olganimizdan keyin albatta birinchi navbatda biz qiladigan ishimiz mana bu setting degan joyga kirib o'zimizda elektron pochtamizni aktivlashtirishimiz kerak. Elektron pochtani aktivlashtirsak bizga 10 ta bonus beradi. Agar 10 ta bonus bermasa, bilingizlarki sizda elektron pochtangiz aktivlashmagan bo'ladi. Elektron pochtani aktivlashtirish o'zi nima uchun kerak? Albatta pul chiqarishingizda bu saytdan kerak bo'ladigan narsa faqatgina elektron pochtani aktivlashtirishni so'raydi jigarlar. Shuning uchun elektron pochtani aktivlashtirib qo'yish kerak boshida. Xo'p, birinchi bo'lib ma'lumot beraman va mana bu withdraw, ya'ni pul chiqarish joyiga kirib sizlarga bu saytdan qancha pul chiqarganimni ko'rsatib beraman do'stlar. E'tibor beringizlar. Hammasi mana bu pul chiqargan cheklar do'stlar. Completed u degani o'zbekchaga qo'ysalaringiz, menga hozir inglizchada turibdi. Bu saytni o'zbekcha qilib ishlasangiz ham bo'ladi. Shuning uchun o'zbekcha qilsangiz bu to'langan degan narsa do'stlar. Xo'p, e'tibor beringizlar, men qanchadan qancha pul chiqarganman bu saytdan 45 marotaba jigarlar. Men 10 dollardan yoki bo'lmasa 5 dollardan chiqarmaganman har chiqarganimda. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, har chiqarganimda 100 dollardan ko'p hammasi do'stlar. Tak что jigarlar, nima ham deyman, shu ma'lumotlarga qarab ham bu istoriya hali tugamaydi. Mana ikkinchisi bor. Polni tushib bo'lganingizdan keyin pastga eng oxirgi uchinchisi ham bor. Короче, erinmasanglar sanab chiqsanglar ham bo'ladi. Necha marta pul chiqarganimda. Xo'p, endi do'stlar, gapni qisqasi pul ishlashga o'tamiz. Pul ishlash do'stlar bu saytda birinchi navbatda albatta mana pastroqqa tushsak, bu yerda saytda o'zi kapcha teradigan joyi bo'ladi. Mana bu yerda uspeshno deb yozildi. Uje men kapcha avtomatik terildi meniki va mana bu claimni bossam menga hozir 0.25 tron berdi. Ya'ni bitta tronning 4 dan 1-ni berdi короче. Har soatda kirib men 0.25 tron olsam bo'ladi. Shunchaki kapcha teraman, 0.25 tron beradi menga. Vashshi mazzada do'stlar, короче. Hech nima qilmayman. Shunchaki kiraman, kapchani teraman, har soatda bir marta kiraman, где-то 1 minut, 2 minut vaqtim ketadi har soatda. Lekin menga 0.25 tron beradi. U degani o'zingizlar hisoblayverasizlar, men bir kunda qancha pul ishlasam bo'ladi. Har 4 soatda bitta tron deganida do'stlar bu. Endi bu yerda e'tibor beringizlar. Men nima uchun har soatda kapcha terganim uchun 0.25 ta tron olaman? Bu saytda do'stlar mana e'tibor beringizlar, 8 talik level bor, ya'ni 8 talik urovdan iborat bu sayt. Agar kim oxirgi urovga, ya'ni master urovniga tushib kelsa, har soatda kapcha tergani uchun do'stlar 30 ta tron beradi do'stlar. 30 ta. U degani vashshi konkretni pul bo'lib ketadi jigarlar. U bir kunda qanchadan qancha tron ishlab tashlasa bo'ladi. Lekin do'stlar, lekin degan joyi bor. Albatta bu masterga chiqish ham unchalik oson emas jigarlar. Lekin постоянно faqatgina urovni ko'tarishga o'ynasalaringiz, urovni normalni ko'tariladi do'stlar. Men endi
постоянно o'rin ko'tarishga o'ynamayman. Shuning uchun meni o'rinim hali 5-o'rinda. Endi xudo olsa mayda-mayda harakat qilyapmiz 6-o'ringa chiqishga. Chunki 6-o'ringa bir amallab chiqib olsam, lekin har soatda bittadan tron ishlasam bo'ladi keyin. Endi e'tibor beringlar, bu o'rinni o'zi qanday ko'taramiz, nima qilsak ko'tariladi bu o'rin degan savol tug'iladi shu yerda. O'rinni ko'tarish do'stlar juda ham oson. Shunchaki do'stlar mana bu Games degan joyi bor mana. Mana Games degan joyiga o'tsak, o'yinlari bor saytda. Mana shu o'yinlarda o'ynab bemalol o'rin ko'tarsak bo'ladi. O'rin ko'tarish uchun eng yaxshi o'yin bu ruletka o'yini bo'ladi do'stlar. Ruletka o'yinimi o'rin ko'tarish to'g'risida Telegram kanalimga video tashlaganman. Bemalol o'sha Telegram kanalimga kirib, videoni ko'rib, bemalol gazini bosib o'rinni ko'tarib ishlasanglar ham bo'laveradi. Prosta tak hozir men aytganim, men bu o'yinlarda o'ynayman. O'ynab pul ishlayman do'stlar, chunki men ko'p yildan beri bunaqa o'yinlarda o'ynaganim uchun ancha-muncha tushunib qolganman. Vaziyatga qarab o'ynayman jigarlar. Har kuni kam-kamdan ishlab, mana bu balansimni ko'paytiraman do'stlar. Ham ko'paytiraman, ham meni o'rinim o'ynaganimning hisobiga o'rinim ko'tarilib ketaveradi do'stlar. O'rin ko'tarish uchun faqatgina o'yin o'ynash kerak do'stlar. Siz yutasizmi, yutqizasizmi, pulingizni u ahamiyatga ega emas do'stlar. Prosta tak o'yin o'ynalsa bo'ldi, ya'ni saytda оборот aynalsa bo'ldi. O'shani hisobiga o'rinimiz ko'tariladi jigarlar. Xo'p, menimcha hamma ma'lumotni aytdim. Ikkita ma'lumot qoldi do'stlar. Pul solish va pul chiqarish bu saytga. Xo'p, mana bu depozit degan joyda do'stlar, depozit degan joyga kirsak, tak, hozir bu qotib qoldimi nima bo'lo? Tak, что bitta перезагрузка qilamiz ekranda. Tak, qotib qoldi hozir. Xo'p do'stlar, uzr lekin mana bu internet problema bo'lib juda nima qilmay qoldi. Depozit bo'limiga kiramiz. Albatta mana bu adresga xohlagan joyimizdan tron tashiymiz. Albatta tron eng kami 20 ta bo'lsa yaxshi bo'ladi do'stlar. 20 tadan kami tushib kelmasligi mumkin saytga. Shuning uchun 20 ta, 18 ta, hech qilib 15 tadan ko'p bo'lish kerak-da jigarlar. Shunga qarab depozit qilaverasizlar jigarlar. E'tibor beringizlar, men qanchagina depozit qilganman. 100 tagina tron depozit qilganman. U bunga ham do'stlar ancha yil bo'lib ketdi. Tak что просто tak depozit qilishda video qilgan edim bir marta, o'shanda depozit qilib ko'rsatganman 100 ta tron tamom. Tak, o'sha vaqtda 100 ta tronning narxi 7 dollarga teng bo'lgan ekan do'stlar. Hozir 7 dollardan ancha qimmatroq turadi narxi. Tak что jigarlar shunaqa. Endi pul chiqarish mana Withdraw degan joydan bo'ladi. Pul chiqarish ham shu do'stlar. Pul chiqarishga mana bu birinchisiga tron adresni yozamiz, ikkinchisiga summani yozamiz. Keyin esa bizdan 0.20 komissiya oladi, juda ham kam komissiyasi. Captchani teramiz va Withdraw'ni bosib pulni chiqarishga qo'yamiz do'stlar. Pulni albatta mana bu Payer kashlog'iga yoki bo'lmasa mana Faucetpay kashlog'iga yoki bo'lmasa Binance kimda qanday kashlog bo'lsa, o'sha kashloglarga ham chiqarsak bo'laveradi jigarlar. Bu Faucetpay kashlog'i bilan Payer kashlog'ining silkasi kimga kerak bo'lsa, albatta video opsiyasida bo'ladi jigarlar. Tak, menimcha qo'ldan kelgancha barcha ma'lumotlarni berdim jigarlar. Shunga qarab harakat qilaverasizlar. Nima ham deyardik, hammaga omad jigarlar. Tushunmagan joylaringizda bemalol qo'rqmangizlar jigarlar. So'raganning aybi yo'q deydi-yu, shuning uchun qo'rqmangizlar. Tushunmagan joylaringizda bemalol через Telegram so'rasalaringiz bo'laveradi jigarlar. Hammaga omad, gazini bosamiz. To'xtash yo'q jigarlar bizda.